Onajon alla aytgin tashnadurman namozingga, men ku jonim berayin ko'ram degan har so'zingga. Men hamisha go'dakman bag'ring sening yorim berur, birgina duo qilsang onajon. Marhamat, bugungi mana shu tabriklar uchun gulduros qastaklaringiz bilan. Bormikan sendan ulug' va mo'tabar. Rahmat. Sizni duoyingiz olar. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Hammasi sizni borligingiz olar. Hammasi sizni duoyingiz olar. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Onajon, yana bir bora Onajon alla aytgin tashnadurman namozingga, men ku jonim berayin bolam degan har so'zingga. Men hamisha go'dakman bag'ring sening yorim berur, birgina duo qilsang dunyo poyingda yurur. Rahmat. Mana shu bugun Sendan ulug' va mo'tabar boshqa bir zot. Yo'llarim yorishgaydir onam duo qilgan zafo. Albatta bugungi mana shu tug'ilgan kuningiz munosabati bilan yaqinlaringiz hamrohligida bilan birga mana shu o'g'lingiz gunohlarim mana sunnatulloh sizni tabriklash uchun mana shunday chiroyli tadbirda qatnashib turibmiz. Mening qalbim nuri o'zing biz orqali albatta eng yaxshiliklarni ko'zga suray. o'g'lingizga Senga jonim fido onam mening jonu tanam, qalbim nuri o'zing onam, bosgan izing ko'zga suray. Senga jonim fido onam. Hardam sog' salomat bo'lib yuring. Bormikan Hayotda yashash boshqacha. Onaning Onaning ta'rifi u mehri boshqacha. Kirsa hamki 90 u 100 yoshgacha, ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Allohdan baxtimiz so'rab, onasi yo'qlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. O'zing onam, bosgan izing ko'zga suray. Senga jonim fido onam, onam mening jonu tanam, qalbim nuri o'zing onam, bosgan izing ko'zga. Yana bir bora sizni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz onajon. Marhamat, Sunnatullohga so'z navbatini beramiz. Sunnat mana siz uchun gapiradi mana bugungi mana shu tug'ilgan kuningiz bilan munosabati bilan. Gapirsin. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat jon, rahmat. Bu yoshlarni ko'pini ko'ring, dadajonim bilan qo'shganingiz bilan qo'sha qarib, farzandlaringizni navralaringiz rohatini ko'rib, hojatda hojona bo'lib yurishlaringizni tilayman onajon. Mana shu guldek ochilib yuring onajon. Baxtimga hamisha sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman onajon. Tabriklayman onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Aytsan. Rahmat. Onajon yana bir bora tabriklaymiz. Har doim xursandchilik kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana shunday ko'z yoshlar bo'lsa ham har doim xursandchilik yoshlari bo'lsin deymiz albatta. Mana shunday xursandchilik yoshlari bo'lsin deymiz har doim mana shunday ko'z yoshlar. Vijdonin sotganlar yig'lamaganda, diydasi qotganlar yig'lamaganda, birovni yig'latib rohatlar qilib, gunohga botganlar yig'lamaganda, o'zingiz aytgandek turib mardona, siz nega yig'laysiz yig'lamang ona. Yig'lamang bunisam satqay ko'z yosh, bandasiga yolg'ondir yaratganga fosh. Sochingizning bir tolasiga dunyo arzimaydi, dunyo bag'ri tosh.
onajon. Bormikan Har sendan doim xursand bo'lib yuring, mana shu mo'tabar farzandlaringiz boshqa bir baxtiga. zot. Yo'llarim yorishgaydir onam duo qilgan zahor. Men kunodon bir bolang bebosh bo'lsa kechir ona. Men gunohlarim Rahmat onajon, yana bir bora tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Mana shu o'g'lingiz tomonidan qisqagina mana shunday lo'ndan yana mana shunday ko'rinishdagi tabrikni yana bir bora qabul qilib olasiz. senga jonim fido. O'g'lingiz tomonidan, hamma yaqinlaringiz tomonidan deb qabul qilasiz. Onajon sog' bo'lib yuring. Har doim mana shunday xursandchiliklarda yurish nasib qilgan bo'lsin. Xayr, sog' salomat bo'ling. Bosgan izing ko'zga. Mayli onajon, yaxshi qoling. Senga jonim fido. Yana bir bora rahmat. Onajon alla aytkim tashnadurman ovozingga. Man ku jonim berayin bolam degan har so'zingga. Men hamisha go'dakman bag'ring sening yorom berur. Birgina duo qilsang dunyo poyimda yer bor.